Inshaalloh, xudo xohlasa men bilaman, Qozog'istonda ko'p, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, butun dunyo bo'yicha muxlislarim bor. Men xursand bo'laman bundan. Xudo xohlasa yaqin kunlarda meni hozir planlarim bor. Bitta o'shalarni paretga qo'ysam, shu bilan ketdi. Konsert berib yuramiz. Birinchi O'zbekiston bo'ylab, keyin chetlarga ham chiqamiz inshaalloh. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston tayyor turinglar. Birinchi chetga safarni sizlar tarafdan qilaman. Ikkiga yana bitta narsani aytib o'tib ketay, juda mingdan ko'p odam yozgan, misol uchun savollarni o'rtoqlar. Men javob bera olmasam kibr degani emas. Hammanglar yozibsizlar, kibr ekansiz, atlet qaytarmisiz, pastdan yozaman, kibrsiz atlet. Yo'q, unaqa emas. O'rtoqlar, men kibr emasman. Yana qaytaraman, kibr emasman. Men oddiy bolaman, oddiy oilada katta bo'lgan, oddiy joyda ovqatlanaman, oddiy joyga boraman, oddiy joydan kiyinaman. Sizlar qatori insonman men. Unaqa